Katta ilashdi. Suv betiga chiqmayapti. Ovozi eshitilyaptimi? Leska tang'illayapti. O'rtada yuribdi. Chiqmayapti, vafshe chiqmayapti. Katta ekan baliq vafshe. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'lib, shu to'rimizni ochiq turaversin jicha. O'sib boradi. Voy bilan, o'zi sepmasin ekan u. Sepmasin ekan, katta ekan. Katta ekanda baliq, bu to'ngakka kirib olmasin. Ashula aytayapman, nimaqa kelmasin. Ha, kelmasin. Suv betiga chiqmayapti, qani. Hoppala. Ana 5-6 kilo bor ekan baliq. Focchala. Ha, jicha qo'yib charchatavering. Zo'radi bo'lmasa bu. Uzaman deyapti. Kattada baliq. Qalmari yig'ishtirib turaymi? Voy! Shu boqilya. Bu halda hali o'rtog'i so'rayotgan ekanda. Bunga karaxt ilashib qolgan ekan. Bu kuchi yetmay ha deb qara. Hali ilashgan ekan bu. Hozir ketsam tiriq qilyapti. Bu bola to'g'ri aytgan ekan qara. Ha, bu endi ana taras kuchi yetmay qolgan kichkina-yu. On qara. Shunaqa ham bo'ladi. Haldan beri qarab qo'ymayman men. Bu bola to'g'ri aytgan ekan hali bola. Urda shuni dedi. Tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Mana Farhod akam ham ilashtirib oldi. Katta ekan baliq. Qalmala, kamala. Chiqyapti mana baliq qator. Mana baliq.
Bemayapti. Tusyaptimi? Orov etdi bittiga sachuv olmasa. Shuni o'ring. Yomon-ku bu. Nechta qochirdi o'pshi aka? 8 ta bo'ldimi? 9 ta? 6tasini kelib qo'shdi. 2tasini kiymadi. O'pshi deyapman deyman. Shu kelayotganimizdan beri 9 ta baliq qochirdik. Olaymi? Mana baliq. Bismillah. To'xtami? Hashaylashdim, bilmay qoldim. Ha, bor ekan. Voy, betchi ketib qoldi-yu. Voy. Ketib qoldi-da. Hozir menda endi tortdimi, sizda endi tortib bilolmay qoldim. Sizda tortdimi? Shiriqlayapti-da. Hamma qo'ng'iroq bir xil-u. Maydalar tortdi. Chuvalmi? Chuval yem. Ha, yaxshi. Ochkingizni tushib ketmasin suv. Bir xabar olib kelaychi. Ustoka uzr o'tiryapmiz, sendan bu yoqqa qara. Sheriklardan xabar olib qo'y. Yuzimsizlar. Ha, Allohga shukr. Halaga soldingizmi? Ha, mana solib qo'ysiz. Nima deysiz? O, nariyoqqa egallan bo'pti. Hali ittirokim ulardan xabar olib qo'yish qadi. Ko'rib qo'ychi. Maga kelib ko'rmadingizmi, malaka mega? Ha, maylar ham zo'r ekan-ku. Zo'r ekani jindi. Suv ko'payib ketdi-da. Oybek qayerga ketdi taqsi? Yeplab sog'ib oldinglarmi? Ha, yaxshi. Biraz zo'r yaxshi joylar etib ketib qolibmiz-da. Ana ho'ylar zo'r, otgani qiyin u qiroq. Bir sal tez ekan. Ta'sir maydon otib ko'rmaysizmi? Mana Zavadinka bu tepada. Yo'q, mana mayda eplasi maydan qarang, sekiroq yapti-da. Buni qarang, ta'sir mana mayda qarang. Ha, Zavarinka ko'rdim u ya. Ha, ashiyaga otish kerak edi u. Malaka do'nki olsa, men zo'r ekani, ko'payga otamaysiz. Mana yaxshi ekan, mana qirg'oqlar suv bosib qolibdi-da. Do'nkiz aydan olsa-da joy bor ekan. O, qani Zavadinkan.
sayar joyga o'xshab uzoqroqqa do'kon ho nega otdingmi? Bekor turibdi hali. Mana ho zavodniki uzoqroqqa bir 30 metr. To'g'risiga 30 metrga otib ko'ring. Hech kimniki yo'q. Vaqtingiz o'tyapti ekan.